Kichikcha. 1 million. Ha? 1 million. 1 million urg'ochimi? Endi qancha go'sht qiladi bu? Ha, go'sht kerak emas aka. Mana sentabr oktyabrgacha boqib xudoy qilaman bitta. Mana aziz obunachilar, 1 million bo'pti mana shu echki. Takami? Yo urg'ochimi? Zo'r, 1 million. Mana aziz do'stlar, oq echki tushibdi. Pravda Juma bozoriga, mana Pravda mol bozoriga mana yelini. Nech pul endi bu? Bu arzon bu. Nech pul deyapsiz? Buni 3 million deyapmiz ona bola. 3 million, ona bola. Qani bolasi? Aynan. 5 kun bo'lgan. Tuqqaniga 5 kun bo'lgan. Bolachasi mana shu. Bittasimi? Bittasi buniki. Ha, bittasi narigisiniki. Sutli echki ekan aziz do'stlar. Endi zoti qanaqa endi zotiga qiziqdik. Rossiyskiy. Egasi rossiyskiy deyishyapti. Telefon nomer. 97lik. Telefon raqamlar 97lik 936 936 21 12. Telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Mana shu Alpin echkilar. sutli echki, alpin echki kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Aziz obunachilar, manzil qayda edi? Nisbot mahallasi, Urgut tuman Urgut tuman Nisbot mahallasida ekan. Aziz do'stlar, mana sizda yana bor boshqa. Ha, ko'p. Bu kishida yana echkilar bor. 5 litr, 4 litr sut bo'ladi. Ana, kimda sut yo'nalishida kerak bo'lsa, mana shu telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Bozor qanday bo'lyapti? Yaxshimi? Xudo xolasa obunachilar telefon qilsa kelishtirib berasiz. Mana aziz obunachilar. Bu sigirchi, sigir sizdan emasmi? Egasi yo'qmi? Nech pulga savdo bo'ldi? Sizdan emasmi bu? Egasi ichkariga kirdi. Ichkariga kirdimi? Aziz obunachilar, ko'rsatib o'tyapmiz. Ichkariga kiribdilar ekan, egasi o'zi tashqarida turibdi. Endi savdo qilib olib chiqqanga o'xshayapti. Narxini so'raymiz desak, lekin qiziqdik. Qo'y nech pul bo'ldi aka? $9 millionmi? Mana 4 talasi 9 million. Aziz do'stlar, 4 talasi 9 million. Qo'shqor ekan. Hammasi qo'shqormi? Sog'lig'i ham bor. 9 million bo'ldimi? Zo'r. Mana. Ko'rishingiz mumkin. 9 million bo'pti. Ikkita qo'shqor ko'rdim, ikkita sovliq. Nech pulga oldingiz? 1 million? 500 ming, 1 million 50 ming. Azizlar, mana uloqcha. Zo'r, boqishgami? Voy jonivorlar, uryapti bir-birini. 1 million 50 ming ikkita uloqcha. Ana aziz obunachilar, ko'ringlar. Uloqcha. Aziz do'stlar, mana shu qo'yni hozir 3 millionga olgan ekanlar. Qo'shqormi bu? Qo'shqor ekan. Mana 3 millionga olingan. Ko'rishingiz mumkin. 3 millionlik qo'y. Saldo bo'lib chiqibdi mana. Aka, bu nech pul ekan, G'unojin? 9 million oldingizmi? Yashang, zo'r. 9 millionga olibdilar. Bu tuqqanmi yo tuqmaganmi? Hali tug'magan, ha? Tona. 9 millionga olibdilar mana. Baraka qilib chiqargan narxlardan chiqaramiz aziz obunachilar. Haftaning juma kuni Pravda mol bozordamiz. 9 millionga olibdilar mana tona. Aziz obunachilar, kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiringlar. Nech pul bo'ldi bu? 900 danmi? 900 ming, 1 million 400 ming. Nech pul bo'ldi bu?
14 milyon. Novosimiz 14 milyon bo'libdi mana. Oldingizmi? Barakasini bersin. Yashang. 14 milyon. Aka nechi pul bo'ldi? 18 milyon 200. G'unojimmi bu? 9 mi? 9 ekan. 18 milyon 200 mingga chiqibdi mana. Baraka bo'lib chiqibdi. Kimni? Keling, olamiz. Mana qo'ylar kelyapti. Endi kiryapti bular bozorga. Ona bala ekan. Mana. Mana qo'ylar. Ona bala qo'ylar. Azizlar, hozir bugun birinchi bozorimizligi uchun, birinchi chiqqanligimiz uchun hozir tashqaridan sotilgan narxlardan ko'rsatib o'tyapmiz faqat. Rossiyskiy echkilarni necha pul dedingiz boya? 3 milyon deyishuvdi. Ismoiliyotdan mana shu kishiga Ismoiliyotdan Yordam qiling. Bozorga kirsinlar, sal kech kelibdilar-da. Uzr, saldoq bo'lib chiqyapti uzr. Azizlar, mana hozir bozorga kirdik. Mana hozir echkilar narxini surishtiramiz. Ona bala echkilar. Ashorbon nechi pul ekan shu? Mana echkimiz. Nechi pul yo'qdilar? 2,5. Urg'ochimikan? Mana aziz do'stlar 2,5 million ekan. Mana bu tomonda ona bala. Qo'y nechi pul bo'ldi? Sotamiz. Neshiga? Ikkita egiz ekan. Ikkita egiz bolasi bilan 5,5 deyapti. 5,5. Bozor nechi qildi? Bozor 5 qilyapti, 5. 5 qildi bermadingiz. Mahmud. Ikkita bolasi bor ekan. Nechi pul bo'ldi ho'kiz? Mana echkilar. Mana ona bala. Ona bala nechi pul ekan? Aka nechi pul ekan ona bala? Nechi pul deyapsiz? Bachasi mayda ekan, onasi ham mayda ekan. Mana echkilar. Nechi pul ekan? Ha, aka. Yo'q, sizni olganim yo'q. Mana echki. Bu nechi pul ekan bular? 800. Jonivor. Ona bala. Ona bala 800 mingdan ekan. Belka. Bitta oq echki turuvdi şeyda mana. Uni nechi pul? Hol ushlab turibsan. 1 million deyapman kam. Yo'q. Aziz do'stlar, juda tiqilinch bozorimiz mana. Qo'ylar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechi pul? 200? 2 million 200? 1 million 200. Mana 1 million 200 bobomiz o'tiribdilar o'sha. Bozoringizni bersin. Mana echkilar ko'p, qo'ylar ko'p. Balachasi bormi? Balasi urg'ochi teki. Egasi yo'q hozir buni. Kimdan so'raylik uni? Mana qo'ylar. 2,5 million, 2 million, 3 million. Mana. Nechi pul bo'lyapti ekan? Bilmaysizmi? Mana 2,5 million baho qo'yishyapti mana. 2,5 million baho qo'yishyapti. Mana 3 million 600 ikkita. Urg'ochi ekan. Qo'ylarimiz mana shu ikkita qo'y sotilibdi. Buni echkichalar yexti. Belka. Nechi pul ekan bu? 1,5 kami bor. Rossiyskimi? Rossiyskiga o'xshayapti. Tozasi emas-ku baribir. Qulog'i tikka ekan. 1,5 kami bor ekan.
Mana sigirlar. Necha pul ekan? 15 million kami bor ekan. Nima? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sayfullo TV deb yozsangiz chiqadi aka. 15 million kami bor ekan. Qancha suti bor? Sutdan chiqqanmi? Sutdan chiqqan ekan. 15 million kami bor deyapti uni. Mana endi hozir bu tomonni ko'rsatib o'tamiz. Mana yana xunojinlar sotilar ekan. Necha pul ekan bu? 10 million? 10 million kami bor ekan mana. 10 million kami bor ekan mana. G'unojin ekan bu. Sotildimi? Nechiga? 9 million. G'unojina? G'unojin. 9 million ekan mana sotilibdi. 9 million. Olga gap yo'q. 9 millionga sotilibdi mana. Xo'p, endi bu tomonda Pravda mol bozor deb yozsangiz chiqadi o'zi. Endi chiqadi, endi chiqadi aka. Endi chiqadi mana. Sigirlar endi bular ham sotilgan. Sizdan emasmi aka? Yo'q. Ona bola eshakmi bu? Ha. Sizdanmi? Ya. Necha pul ekan? Necha pul deyapsizlar? Bu sizdanmi? Ha. Necha pul deyapsiz? 700 ming. 700 ming mana. Ya siz tushirasiz. Ha, yuzing tushirmang. Eshakni o'zi. Ha, eshak. Azizlar mana 700 ming ekan. Narx navosiga qiziqadi-da. Boshqa qaysi nav bu? Sayfullo TV deb yozsangiz chiqadi. Ha. Bemalol aylanib olavering. Mana shu bozorimiz. Ha, bozorda yo'q-da. Mana birinchi hozir xudo xolasa boshladik. Bundan buyog'i endi bozor necha qildi? Bozor 520 qilyapti. 520 qilyapti, bermayapsiz. Urg'ochimi, erkakmi? Erkak ishi. Erkak. Unichi, qolganichi? Bu 300 mingga sotilgan. 300 mingga sotilgan. Bitta shuni ham olaylik-da. Mana bu 300 mingga sotilgan eshak. 300 mingga sotilgan ekan. Bunisi bog'lab qo'yibdi, egasi yo'q lekin, ona bola ekan. Bolasini o'ziga 100 ming berdi dedi hozir bir kishiga. Ha, bolasi bermadimi? 100 ming qilibdi birov bolasini, отдельный o'zini bermabdi. Mana. Mana endi hozir ot bozoriga keldik. Sotildimi aka? Nechi bo'ldi? 20 million. Ona bola. Ona bola 20 million. Ha, aka. Sayfullo TV deb yozsangiz chiqadi. Sayfullo TV deb yozsangiz chiqadi. Samarqandda. Ha. Necha pul ekan bu? Aka buni 13 deyapmiz, 11 million so'mgacha. Yo'q, 13 million so'm ozroq kam bu, 11 million. Ozroq kam bor. Ya sizni chiqarganim yo'q. Sizni olganim yo'q. 13 million deyaptilar ekan. 2 million so'm bozor so'rayapti. Bozor 12 qildi bermadilar. Urg'ochimi bu? Erkak. Erkak. 12 ga bermagan, 13 deyaptilar ekan mana. Xo'p, ikkinchisi-chi. Bugun kam chiqibdi otimiz mana. Yana bitta ot. Necha pul bo'lyapti ekan? Xo'p, yana qaysi birini chiqaramiz hozir? Endi buni otlar bo'ldi. Otlar o'zi bir ikkita kelgan ekan. Mana bu tomonda sigir. Xo'p. Necha pul bo'ldi aka?
6 milyon 800 ming. Oldingizmi? Ha. G'unojinmi? Nojin Shvedda qarang. G'unojin shved. Egasini ham tushiravering. Ya egasini olmaymiz. 6 Kim degan milyon. bu kanal? Sayfullo TV deb yozsangiz chiqadi. YouTube'ga. Ha. Pravda mol bozor desangiz ham chiqadi. Bugundan boshlab chiqadi. Tushirun. Ha qo'ying endi. Keyin o'chiring deyshar. Bu bozor ko'rib o'chiring deyshar. Mayli aka, sog' bo'ling. Rozi bo'lasiz. Xudo xolasa bugun chiqaramiz. Aziz do'stlar, mana bugun bitta ashaddiy obunachimizni ko'rib qoldik biz. Ismingiz nima edi? Toyir akam mana. Toyir aka qanday mana bu hozir bozor qanday bo'lyapti mana? Taassurotlar. Rossiyadan ko'rib turgan obunachilarimizga bir salom yo'llasangiz. Sizga omad tilaymiz ishlariga. Rahmat. Mana biz hozir mol bozordamiz aziz do'stlar. Qo'ldan kelgancha mana oz-moz video qildik. Bugundan boshlab video syomkamizni boshladik. Kimga agar Sayfullo TV kanalidan reklama qilish xizmati kerak bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Telefon qilib murojaat qilinglar. Videolarimizda xato kamchiliklari bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Bu bozordan boshlab, xudo xolasa kelasi bozorida ana shu xatolarni qilmaslikka harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yasha. Necha pul bo'ldi? 23 dan. 23 dan bo'pti. Necha pul bo'ldi qo'ylar? 4,5. Qo'shqormi? Qo'shqor 4,5 million. Ikkita. 4,5 million bo'pti. Buqa necha pul bo'ldi? Necha pul bo'ldi aka? 8 million.